Assalomu alaykum. Yana bitta obyektimizga jaluzi o'rnatgani keldik. Hozir betga hozir kombo bilan plise jaluzilarni o'rnatib beramiz. Oxirida yana videolarini qo'yamiz. Katta razmer bo'lgani uchun bu taraflar bo'lni kombo bo'lyapti hozir. Eshik bilan tepasiga plise qo'yamiz faqat. Salarda joylashgan yangi sotuv ofisiga jaluzilarimizni o'rnatib berdik. Bitta ko'rishingiz mumkin. Kombo jaluzisi bilan eshiklariga pliselar o'rnatib berganmiz. Rangini rom rangiga moslab olganmiz. Profillari bilan birga quyosh tushib turgani uchun sal ochroq bo'lib ko'rinadi kunduz kuni. Yoniga plise jaluzisini o'rnatib berganmiz. Bitta kombo